Xo'sh, 35-savol. Geksanni krekinlanish reaksiyasi mahsulotlarini moslang debdi. Xo'sh, krekinlar mahsulotlari 1 dan 10 gacha raqam qo'yib qo'yibdi. 10 ta modda ekan. Va krekinni turini yozib qo'yibdi. Termik krekin va katalik krekin. Qaysi qoida bo'yicha mahsulot chiqaramiz desa, termik krekin ta'rifida yozilgan shu alkanga teng uglerod sonli alkanni, katta uglerod sonli alkanni maydalash, ya'ni kichikroq alkan va alkangacha parchalash termik krekin. Katalik krekin ta'rifida esa bunda ham nisbatan parchalanish ketadi, asosan izomerlash ketadi deb yozib qo'ygan, ya'ni izomerlarni hosil qilish. Demak, geksan C6 H14 ni birinchi termik krekinga uchratsak, termik, ya'ni A turiga uchrasa, krekinni A turiga. Xo'sh, unga mos alkan va alkenlar kelib chiqadi. Eng kichigidan boshlaymiz. Eng kichik alkan metan. Metanni chiqarib yuboradigan bo'lsa, shu geksandan C ni bittasini, H4 tasini chiqarib olamiz. Qoladi C5, H10 qoladi. Davom etamiz. Etan chiqarib ko'ramiz. S2 H6 ni chiqarib tashlasa, C6 dan 2 chiqib ketsa C4, H14 dan 6 chiqib ketsa H8 qoladi, ya'ni buten qoladi. Metan, penten, etan, buten davom etaveradi. Xo'sh, C3 H8 propan chiqarib tashlasa, eng kichik alkandan boshlab chiqaraveramiz. Qoldiqni alken bo'ladi har doim. Plus qoldiqqa qoladi S3 H6 qoladi. C6 dan 3 ta propanli uglerod chiqib ketsa, C3 ta qoladi. 14 dan 8 chiqib ketsa 6 qoladi. Davom etib ketaveramiz. Keyingisi C4 H10 butan chiqaradigan bo'lsa, qoldida qoladi S2 H4, ya'ni etilen. Va etilen chiqishi bilan reaksiya to'xtaydi. Metan chiqishi bilan boshlanadi reaksiya, etilen chiqishi bilan to'xtaydi. Nuqta qo'yib. Mana bu yerda metan chiqishidan boshlanadi. Bu yoqqa nuqta qo'yib. Mana. Nimaga desa, agar keyingisi pentan chiqaradigan bo'lsa, C5H12 ni qoldiq C1H2 qolib qoladi. CH2 bo'lib qoladi. Unaqa modda yo'q bo'lgani uchun to'xtatiladi. Yana ham aniq aytadigan bo'lsa, uglerod soni geksanda 6 tadan 2 ta kam reaksiya sodir bo'ladi. 1, 2, 3, 4. Har qanday alkanda shunaqa. Masalan, 10 ta alkan dekanda, termik krekinda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan reaksiyalar 8 ta bo'ladi. 2 ta kam bo'ladi uglerod soni. Demak, bu termik krekin mahsulotlari taqribiy olingan 100% xuddi shunday jarayon sodir bo'ladi. Dish xatoroq qaysidir biri sodir bo'ladi. Hammasi bo'lmasa ham shu jarayonlarning qaysidir biri sodir bo'ladi termik krekin. Xo'sh, keyingisi katalik krekindan nima kelib chiqishini yozamiz. C6 H14 ni katalik krekinga uchratamiz. Katalitik. To'g'ri yozmadim. Ya'ni katalik krekin B turi mana bunga uchratamiz. Katalik krekinni hozir aytdik. Shu alkanga mos izomerlar hosil bo'ladi. Yodlab olish kerak. C5 talik izomerlari, ya'ni C6 talik izomerlari 5 ta bo'ladi. Metanda, etanda, propanda izomer yo'q. Butanda 2 ta, pentanda 3 ta, geksanda 5 ta, geptanda 9 ta, oktanda 18 ta, nonanda 35 ta, dekanda 75 ta. Hech bo'lmasa shu dekangacha nechta izomer borligini yodlab qo'ysa zarari yo'q. Demak, C6 talik 5 ta izomer chiqishi kerak, lekin bitta noodatiy joyi bor, e'tiborli joyi. O'zi ham bitta alkanda bu geksan. Normal geksan deb hisoblasa, normal geksan. Demak, qolgan jami o'zi bilan 5 ta izomer bo'lsa, bitta o'zi bo'lsa normal geksan. Qolgan 4 tasi kelib chiqadi. Demak, o'zidan bitta kam izomerlardan o'zini ayirib olsa, jami izomerdan bitta kam mahsulot kelib chiqadi. Katalik krekin har doim. Demak, geksan izomerlarini yozamiz. Birinchisi. Xo'sh, 5 ta uglerod asos zanjiri bo'lsa, bitta tarmoq qo'yamiz. 2 metil pentan deyiladi bu. Metil joyini o'zgartiramiz. 3 metil pentan. Yana joyini o'zgartirsa, mana bu yerda bu tarafdan raqamlar 2 metil pentan o'zi bor. Endi ikkita tarmoqlash qilamiz. Butan bo'ladida 2,2 dimetil butan. Xo'sh, va yana chiqish mumkin 2,3 dimetil butan. Mana bu 2,3 dimetil butan. Demak, shu 1, 2, 3, 4 xil mahsulot chiqadi. O'zi normal geksan 6 ta uglerod ketma-ket kelishi, o'zini hisob joyimiz sababi o'zi krekinga uchratilgan katalik krekinda. Qolgan jami izomerdan bitta kam mahsulot chiqadi. 4 ta, jami izomer 5 ta.
Shu mahsulotlar. Endi shularni tanlab chiqishimiz kerak. Birinchisi metan. Metan demak termik kerakli chiqadi. Ikkinchisi etan. Etan ham termik kerakli chiqadi. Uchinchisi 2,3 dimetil butan. 2,3 dimetil butan mana. Bu katalik kerakli chiqyapti. Xo'sh, to'rtinchisi propen. Propen alkenlar mana bu termik kerakli chiqadi. To'rtinchisi mana propen. Beshinchisi 2 metil pentan. 2 metil pentan mana bu katalik kerakli chiqadi. 5-modda. 6-modda 3 metil pentan. Bu ham katalik kerakli 6-modda. 7-modda eten. Bu termik kerakli 7-modda. 8-modda buten 1. Ya'ni alken, buten. Bu ham termik kerakli chiqadi. 8-modda. 9-modda penten 2. Penten bu ham termik kerakli chiqadi 9-modda. 10-modda 2,2 dimetil butan. 10-modda mana bu 2,2 dimetil butan bu katalik kerakli chiqadi. Demak, javobga yozamiz. Javobga A javobga, ya'ni termik kerakliga 1, 2, 4, 7, 8, 9. 1, 2, 4, 7, 8, 9-moddalar kelib chiqar ekan, bu termik kerakli. B javobda katalik kerakli kelib chiquvchi moddalar 5, 6, 3, 5, 6, 10. 3, 5, 6, 13 moddalar katalik kerakli kelib chiqadi. To'g'ri javob shu.